Xitoy bilan Amerikaning munosabati yomonlashgan sari Tayvan bo'g'ozining ikki tarafi o'rtasidagi ziddiyat texmi kuchaydi. Yaqinda Xitoy havo armiyasi kurashchi aeroplani Tayvan bo'g'ozining ikki tarafidagi necha 10 yillik holatni buzib tashlab, ko'p qatim Tayvan bo'g'ozining markaz liniyasini buzib o'tdi. Buningdan kelib chiqqan og'ir masala bo'lsa, Tayvan bo'g'ozi markaz liniyasi chegara iqtidorini yo'qotib qo'ydimi? Ikki taraf o'rtasida urushning yuz berish ehtimolligi qanchalik? Tunji o'qni kim otadi deganlardan iborat. Dushanba kuni Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi markaziy bo'g'ozining yo'qligini bayon qilgan. Shu kuni Tayvan davlat mudofaa ministrligi tunji o'q chiqarishni o'zini qo'g'dash va qaytarma zarba berish huquqi deb aniq belgilagan. 18-sentabr Amerika muavin davlat ishlari kotibi Clark Tayvanni ziyorat qilgandan atsi Xitoyning kurashchi aeroplani Tayvanga qasddan surkilib 37 dengiz mili, ya'ni 68,5 kilometrgacha yaqinlashgan. Bu harakat Xitoyda ko'rilib boqmagan ig'vogarchilik deb qaralgan. Xabarlar qilganda Xitoy ozodlik armiya kurashchi aeroplani oda 2 kun 37 qitim Tayvan bo'g'ozining markaziy chiziqidan o'tgan. Ba'zi tahlilchilarning qarashicha Tayvan bo'g'ozidagi jiddiy vaziyatning kuchayishi bilan Xitoy Amerikaning nacharlashgan munosabatlari kun sari kuchaymoqda. Hozirgi vaziyatda qasddan surkilib Tayvanda urush portlash ehtimolligini butunlay yo'q chiqarishga bo'lmaydi. Tayvan davlat mudofaa ministrligi dushanba kuni axborot e'lon qilib, jiddiy ahvolga taqobil turish uchun dengiz armiyasi va havo armiya qismlarining jiddiy bartaraf qilish mashg'ulot nizomini qaytadan kuchaytirganligini, Tayvanning tunji o'q chiqarishini o'zini qo'g'dash va qaytarma zarba berish huquqini yurgizish deb aniq belgilaganligini ta'kidlagan. Tamkang universiteti xalqaro ishlar va strategik tadqiqot o'rnining professori Huang Jijong Amerika ovoz radiosiga o'zini qo'g'dashga qarshi turish bilan o'zini qo'g'dash qaytarma hujum o'rtasida farq bo'lish kerakligini so'zlab, oldinqisi Xitoy kommunist armiyani ko'rsatdi. Tayvanning o'zini qo'g'dash qaytarma hujumi xalqaro qonun bo'yicha ilib berilgan o'zgarish. Xalqaro qo'llanayotgan urush tayyorlik prinsipi hujumga uchrasa qaytarma zarba berish kerak degan.